Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hyperuz. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugun biza bir g'alati mar topib oldim. Bu mar to'rt burchak, to'rtta tomoni ham survival qilsa bo'ladigan mana bunaqa karta. Xullas, previewdan ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bizda bir mehmon bor. Bu mehmon mana ko'rib turibsizlar, Qoraboy. Hammaga assalomu alaykum birodarlar, sizlar bilan Zaykboy. Bugun Vanchang, xullas bu bola bilmaydi nomini. Vanchangda yashab qolishimiz kerak. Gapni post kallasi shu. Mana. Aka, sakraganmiz aka. Bak kelingda bir urishaylik, bir sparring tushaylik, bak keling. Xullas, Zak qara. Bu daraxtni sana ol, bu daraxtni men olaman. Pastlarda yer bo'lsa kerak, adashmasam. Da sunduqlar ham bor ekan. U chotki jigarlar. Yaxshi. Nice. Xo'p, menda 4 tadan bor. Tosh kerak bizga, tosh. Toshda pastga bironta qor yo'qmi? Ya'ni bir crafting table yasaman, crafting table yasaman. Bo'ldi, let's go. Hadi pastga Men tosh olib kelay. Hoppa. Bunday bitta kilgacha yasaymiz azizlar. Xo'p, do'stlar, bu kartani men har doimgidek Telegram kanalimga tashlayman. Oy, hop ketma pastga. Pastda nimadir bo'lib ketmasa kerak. Bu yaxshi. Ehtiyot bu. Ko'mir temir ham bor ekan. Pastga ehtiyot tushib ketishing ham mumkin-da. Chunki turburcha bir mana bu yerga qara. Voy, kiymasang bo'lmay. Bu yerda nimalar bor ekan? Hozircha toshli aslahalar yasab olay. Azizlar, bizni birdaniga omad keldi. Bu yoqqa bitta qara. Keyin mana bu temirlarni ham olasan. Birdaniga temirli kilga yasab olish kerak-da. Bitta almazlar ham bor ekan. Qara. Men senga xazina topib qo'ydim. Jigar, qara. Shuni ana qo'y. Oma u. Bilaman, buni ko'rganman. Ko'radi-da. Xo'p, do'stlar, mana shu yerda Polni biza bugun o'sha dragon olamga borishimiz kerak, bizning maqsad xullas. Suvni inventariyni yoqqanmisan? Yo'qmaganman. Voy. Voy, juda xavfli ketdim bor-ku. Mana buni qara, daraxtchan qara, boshni aylantirib qo'yar ekan borga azizlar, juda boshni aylantirar ekan haqiqatan. Boshing aylanyaptimi yo'qmi Minecraftda? Aylanyapti. Tushib ketsam. Mana juda xavfli bor-ku shular. Xo'p. Men kirka oldim o'zimga, tapor yasadim, birodar. Albatta like obuna bosib qo'yish kerak bunaqa videoga, birodarlar, sababi bunaqa kontent qilish bandasiga emas deng. Voy. O ko'z topdim, ender ko'z, tog'alar. Tog'alar, amakilar, amakivachchalar, opa-singillar, jugilar, negerlar. Xo'p. Biz Keyin bolalar, mening kanalimga obuna bo'linglar. Nima faqat Hyper'ga obuna bo'lasizlar. Kim desin-da? Ushbu videoda hech qanaqangi reklama yo'q. Albatta. Toza reklama, har qalay haromxo'r reklamalardan tashqari. Suv. Qanisan, bunday yo'qolib qolding, yo'q. Aytgancha to'xta. Mana shuni toplaymiz fazli. Suv kerak bizga. Nima qayerga qozyapsan? Lekin suv obunachilar. Qara. Hop. Do'stlar, biz bitta ish qilamiz hozir. Mana bunaqa nima ish desanglar, mana qo'yamiz-da. Voy, daraxt yetmay qolibdi. O'g'irlik qila olmayman lekin men birodar. Mana Zayk bitta zo'r joy qildik hozir. Xo'p, birinchi o'rinda biz mana bu Nizir olamga ham kirsak bo'lar ekan. Wow. Olamchani dahshat xullas. Mana bu pastda lava turibdimi? Kak lava tushib ketmayapti. What the hell? Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, ajoyib. Biz deyarli tayyormiz. Xush. Voy. Resurslarimiz ham normalli. Shunday qilamiz. Narsani to'g'rilab olaydi hozir. Biz pechka yasaganmiz-a? Voy. Tushib ketyapman. Teshib tashlama, mana bu yerlarni, mana shu teshib tashlabsan.
Xo'p, azizlar, biz qiladigan ishlarimiz mana shu yerdani polni tozalab chiqish. Xo'p. Birinchi Temir kerak menga. temir kerak. Ya tushib ketdim. Yo bro. Malades. Katta bala bugun. Katta qizcha bugun. Inventary bor ekan. Do'stlar, Hyperda har doim yolg'oniga ishonmanglar. Sababi Hyper yolg'onchi. Albatta, albatta. Mening Tovuq shirin qo'ylar bor so'zimga ekan. va tabassumimga ishonmang. Men shunchalik ayyor bo'lamanki, voy. Bo'la, ketdi, tinchgina. Bitta suramiz. Mana shu suvga kirish ham qiyin, bor-ku вообще. Odam easy bor, to'xta. Mana shuni qilaylik mana. Malol chiqasan. Hop, qo'ylar qaddan keldi bu qo'ychalar. Hop, bitta pechka yasaymiz. O'ldirma qo'ylar kerak. Qara, pechka yasadim men. Temirlarni olish kerak. Aziz birodar. Temiring nechta bor sani? Temirim hozircha bitta bo'ldi. Tak bitta taraf qo'yamiz. Mana xalaqit beryapti. Juda xalaqit beryapti. Va bu yerda ham yana bitta xalaqit berayotgan narsalar bor. Xo'p, mana qo'ydik. Endi temirchan olishimiz kerak. Nechta temir bor? Biz almaz ham olishimiz kerak. Bu yerda 3 ta almaz kutib turibdi. Bana yet ekan. Menga yet ekan, yaxshi. Hozir olamiz, bitta kilcha yasaymiz. Temir kilcha yasamadingmi? Sigirda tuxumini nima qildimmi? Sigirda tuxum bo'lar. Sigirda tuxum berilganda. Azizlar, sigirda tuxumidan boqish kerak ekanda. Tuxum tug'adi sigir. Ochib chiqamiz sigir. Mana tushib ketmasam, baribir chiqaman mana shu. Chop qil. Xo'p, azizlar, biz sigir tuxumini nima qilib qo'ydik? Biz barcha daraxtlarni ishlatib yubordik, lekin bilmadim. Bizda daraxt qolmadi. Mana uychadan ishlatsak ham bo'laveradi. Uyni buzib tashlaymi? Da, buz. Hozir nastroykam to'g'rilaydi. Do'stlar, yana bitta narsani fikringlarni yozib ketinglar, shu yerga tushiradigan bo'lsanglar. Pedroq versiya zo'rmi yoki Java versiya zo'rmi? Yo'q, qaysi versiya yaxshiroq? 3 ta ano yasadim. Xo'p. Bitta kilka yasasak bo'ladi temirdan. Let's go. Nima narsa? Kilka. Yasasak. Nimaga bunaqa bo'lib qolyapti? U ana bo'ldi. Bitta almaschalan olamiz. 3 ta almasni qayerga ketkazsak bo'ladi? Nimaga ketkazsak foydaliroq? Do'stlar. Bizning maqsad o'sha ender bir balochi edi. Portalchi edi. Nechta ko'z biz ochsa bo'lar ekan o'shani? Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Ko'p ekan. Mana qara. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 ta ekan. Bizda hop, menda 3 ta bor ekan. Qo'yamiz, 3 tasini ham qo'yib qo'yamiz. Menda ham 3 ta bor. Ke, opke. Shu yerda boramiz, pishti qilib ketamiz. Xullas, dragonni sunnat to'yini qilib yuboramiz. Let's go. Bitta kreativdan olib qo'yaylik, tog'alar. Kreativ yo'q. Pazar. Ana qilib boraman. Ana qora ekran bo'ladi-ku. Pazor. Do'stlar, pazorimiz chiqdi. Like bosinglar shunga. Siz 3 ta deganda aytgancha bitta qolib ketar ekan, haqiqatan bitta qolib ketar ekan. Bu bittani biz qayerdan topamiz desanglar, biz ana olamga borib topib kelishimiz kerak edi. Hop, kech bo'ldi bizda, qaranglar azizlar. Pastda ham joy bo'lishi kerak mana bu joylarga. Qani, e'tibor berib qarasak, bu mana Zayk boy ana qilgan ekan. Hop. Zayk boy. Boy. Mana bo'ldi. Pisht qo'yamiz. Suvlarni qaranglar, qanday endi? What the hell? Pedroq. Almazlar bor ekan bu yerda. Zayk, sen almaz ko'rmabsan. Xo'p. Bitta kerak, tog'alar. Men adashmasam, men bu yerda pastda sandiq ko'rganday bo'ldim. Agar
Agar sandiq chiqib qolsa, bizda yaxshi bo'lardi. Bitta sandiq mana shu yerda ko'rganday bo'ldim. Azizlar, xullas bu kartadagi shunaqa mini karta. Nomini nima deydi? Vanchang. Vayn chang. Vayn qilib yuborsanglar bo'ladi bu yerlarda. Yo! Hoppa. Endi Supermenlarga o'xshab o'ynayman vashi. Ne ya? Qora qo'y qayerdan paydo bo'ldi akalar? Neger qo'y. Shedrimga nechi birodarlar, shedrimga baqa beringlar. Albatta aytgandek ko'rinmaydi sizlarga. Voy, bunaqa. Kilo bilan bunaqa gaplarga. Voy, menda sheder yo'q. Ay, chill. Do'stlar. Bir kishi uxlasa ham menimcha bo'lar ekan. Ya, do'stlar, xullas qaranglar. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishini istasalar, millionta like qilinglar. Let's go unda.